Seferdeki hemralarını birer davan aşkanda bilsen. Seferdeki hemralarını birer davan aşkanda bilsen. Kim boldu melhem yaranga İğir gemler baskanda bilsen. Kim boldu melhem yaranga İğir gemler baskanda bilsen. Ata anan kadri kançilik sen mo bala bakkanda bilsen. Ata anan kadri kançilik sen mo bala bakkanda bilsen. Durmuş goya bir tal taş yana nigizimni çakkanda bilsen. Yaxşım tordaşlar, mən özüm bir qalqansıman bəz munaqçı JJ saqayğan bemar. Tıq təgməy saqayğan bemar. Amma mənim yürək kəsilimi tatqanlığını bilirsinizlər, məş tor dünyasında izchil ko'rayotgan tordaşlar. Məşu yürəkninki 2 tal tumurusini 2023 birinchi ayninki 10 kuni Abdumrayev doktorxonada ochtirgan bemar. Uningdan keyin izchil məşu Abdullah Mahmud ustamninki məşu Xotandagi dangliq Məşə tibabat ustası məşə Abdullah Mahmud ustamniki məşə ataçı markesidagi məşə adamning yüzünün retseptini ishlab chiqarib bozorga salgan məşə ataçı markesidagi mahsulotini yeb yurakmi shunchalik yaxshi yuragim og'rib baxmag'ilma 1,5 yil bo'lib qoldi tilimning tigi dori sep baxmag'lim tordoshlar. Men endi məşə tor dunyosiga hozir qadar bani badab chiqyapman, xalqni aldab baxmadim. Xalqqa o'xshash o'zim yemay turib iste'mol qilmay turib badanimga mani insonlar foyda qiladi andaq mandaq haq yebdikan deb so'zlamadim. O'zim yeb o'zimning badaniga yegandan keyin yaxshi bo'lganligim uchun sizlarga tavsiya qilyapman. Mushu atrofimdagi nurg'un qalqansiman biz JJ munaqchisi va odamlar 4 odin saqaygan odamlar bor atrofimda. Anadan keyin maş munaqcham kichiklabdi, 4-daraja 3 tushibdi, ukam 3dan 2ga tushibdi degan mushundaq inkaslar bakjiq tordoshlar. Shu ikkilanmay, mushu bizma mush qizalim yaxshi o'qib qilibdi, yurakka qarta bizmi ichib aql deydigan tordoshlar bo'lib qolsa. Va yoki mushu qalqansiman bizning iqtidor tuvallab ketgan, yuqurlab ketgan. Anadan keyin mana JJ munaqchi va tordoshlar, ko'ksida munaqchi va balyatquda o'smi va muskul o'smisi degandek. Anadan keyin shu erlarninki mana shu mazbezi kasalga qartama Abdullah Mahmud ustamninki nayt yaxshi mahsuloti bor tordoshlar. Anandan keyin shu uyqum yaxshi emas deydigan tordoshlar bo'lamdi va yoki shu oshqozonda masala bor tordoshlar bo'lib qolamdi. Ikkilanmay boshpatda undidor nomerim bor, telefon nomerim 150 99 29 79 79. O'zim men qalqansiman ba'zida saqayganligim uchun sizlarga tavsiya qilib kelyapman. Shinjongning putti yurgi sepiryapman tordoshlar. Shinjong xalqining inkosiri shundoq yaxshi. Shu ikkilanmay mana shu nomerga telefon urish orqali mush qizvola saqayibdi, tig' tegmabdi, dori yemabdi. Mush qizvola yegan mahsulotni bizmi yeb baqili deydigan tordoshlar, ikkilanmay telefon ursanglar bo'ladi. O'zim yeb unumini haqiqatan 100% ko'rganligim uchun Shayanaysiga Aqsuning Shayadin deb chiqaman. Aqsuning Shayanaysiga shu atachining sog'lomlik do'koni ochgan bo'ldim tordoshlar. Ikkilanmay shu qalqansiman bazga qarta bizmi bir ep yeb baqili, mayli mazbeziga bo'lsin, mayli yurakka bo'lsin, ep yeb baqil deydigan tordoshlar gap qilinglar. Men bekor talab odamni gap qiladigan gap qilmanglar tordoshlar. Bekor vaqtim yo'q avvallashidiganga. Şu ikinci ayınki biri, şu Şanxayga bağladığımda bütün tor ehli bilirler tordaşlar. İkinci ayından biri Şanxayga 12 yaş kirgen kızımni elip 18 gün tuldum Şanxayda. Şu turuş jarayonida tekşürgen bütünlay netincelerimni yürekni gömmeyisiydi işletken, qalqansıman bazı qarta kan elip, çoğun kan tekşürtken, şu biço işletken neticelerimden hemmisini yolladım. Tor dünyasıga hazır kadar özemdeki ba ehvalını badab çıkıvatma. Özem saqayganligim üçün sizler xalqqa tavsiya qildim. İşensanglar mush qizvalımı yapdım. Mush qizvalımı saqayıp, yüz bir haqiqiy bir kesel tatib, yüz saqaygandan keyin Aqsuning Shayanaysiga mush atachining do'koni echibdi deydigan tordoshlar. Ikkilanmay boshpatga uyda nomini qo'shib gaqsanglar bo'ldi, ha. Biz iste'mol qilib baqili deb qo'yib qolsanglar, Shinjongning ham yerdan sirat ishkir o'lkadan tatib sepiryapman. Ash ishkir o'lkadima nurg'un kabobchi qarindoshlar bor ekan, shu adam bo'lgan keyin og'riyotganmiz, adam bo'lgan keyin kasal bo'lganmiz tordoshlar. Biz iste'mol qilib baqili haqiqiy Çin yürügünlüdün endi bizim yeb baqili deydigan tordoshlarga qilsanglar bo'ladi. Men poq foyda qilmaydigan mahsulotlarni elib, pulini zoy qilmanglar tordoshlar. Bu tashlandim maylab qo'yganga, sirtdan bu qalqansiman bazga qarta jo'bo chaplaq qo'yganga bu munafik kichiklab yo'qab ketmaydi. Men mishiltib baqqan yo'qab ketmaydi tordoshlar. Bu og'zingizda yeganda qon tomiriga ta'sir qilgan chaqda anadagi foyda qildi bu.